foydasini o'zi bu tushuntiradi va takliflarni aytadi shu mas'ullashgan deputatlar. E'tibor beringlar. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, tashkilot rahbarlari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 3-yanvar 2025-yildagi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish, tartib-tamoyillarni takomillashtirish to'g'risida PF 17 farmonini qabul qilingan. Bu farmonga asosan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasiga yo'naltirilgan mablag'lardan foydalanish xalq deputatlari tuman kengashlari qarorlari asosida amalga oshirilishi belgilangan. Bundan tashqari 9-bandida asosan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'larini tuman, shahar inson ijtimoiy xizmatlar markazi hamda iqtisodiyot va moliya bo'limlari bilan kelishilgan holda quyidagi ijtimoiy loyihalar amalga oshirilishi yo'naltirilishi belgilab berilgan. Tuman aholining hayot kechirishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, amaliy va infratuzilmaviy muammolarini bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni moliyalashtirish, tuman sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlarini moliyalashtirish, ekologiya va atrof-muhitni asrash, aholi salomatligi, sanitariya, gigiyena salomatligini yaxshilashga qaratilgan hamda boshqa zarur tadbirlarni moliyalashtirish belgilab kiritilgan inobatga olib, tuman aholisining hayotiy kechirishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, amaliy va infratuzilmaviy muammolarni bartaraf etish bo'yicha quyidagi loyihalarni shakllantirdi. Yuqoridagilardan Uzunqishloq mahalla fuqarolar yig'inidagi 48-maktabda tahsil olayotgan o'quvchilar asosiy avtomobil yo'lidan xavfsiz o'tishlari uchun piyodalar yo'laklari chizish hamda osma svetoforlar o'rnatish xarajatlari uchun 30 million. Soybo'yi mahallasida 28-maktabda tahsil olayotgan o'quvchilar asosiy avtomobil yo'lidan xavfsiz o'tishlari uchun piyodalar yo'laklari chizish hamda osma svetoforlarni o'rnatish uchun 30 million. Xuddi shunday Chak MFI'dagi 22-maktab oldiga, xuddi shunday Ozod MFI'dagi 12-maktab oldiga, Istiqlol mahallasidagi 16-maktab oldiga har biriga 30 million so'mdan mablag' ajratilishi taklif etilmoqda. Bundan tashqari, aholini bir necha 10 yillardan beri qiynab kelayotgan ichimlik suv muammosini hal etish bo'yicha Bog'shamol mahallasiga Bog'shamol mahallasiga 50 million so'm. Chak MFI'dagi sel oqimidan zarar ko'rgan xonadonlarni qurilish ta'mirlash ishlariga 14 million so'm. Shuningdek, so'nggi yillarda davlatimiz rahbarining e'tiborlari bilan aholiga ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablarga jalb etish va ularni ta'lim olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga ustuvor vazifa sifatida qaratilmoqda. Mazkur yo'nalishda nogironligi bo'lgan bolalarni sifatli ta'lim olishlarini ta'minlash maqsadida 26-27 fevralda Namangan viloyati hokimi va xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi raisi bilan kelishilgan 2026-yilda Namangan shahar va tumanlaridagi umumta'lim maktablar tashkil etilgan korreksion sinf xonalarini infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'lari hisobidan 26-yil davomida jihozlar taklif etilayotgan ta'lim muassasalarini manzilli ro'yxati tasdiqlangan. Yuqoridagilarni inobatga olib, manzilli ro'yxatga kiritilgan Qo'zg'olon tumanidagi 49, 54, 3, 18, 5, 9 va 8 ta'lim maktablarida korreksion sinf xonalarini jihozlash bilan ta'minlash hamda mazkur umumta'lim maktablarida to'siqsiz muhit sharoitlarini yaratish uchun 250 million so'm mablag' ajratish taklif etilmoqda. Jami puli 464 million so'm mablag'ni infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasidan ajratilishi bo'yicha sessiya kun tartibiga kiritib, kengash qarori chiqarishda amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Deputatlarimizga savollar bormi? Assalomu alaykum.
mablag'larni mana birincisini shakllantirayotgan albatta sivil borlarni berishdi. Maktablar oldini asosan nazarda tutgan. Agar imkoni bo'lsa, mana yuqorida Osmon Rahimovga bergan masala bo'yicha agar imkoni bo'lsa, shu Xonqorondagi agar svetoforni ham mana shu masalaga kirgizib oladigan bo'lsak, har bir kun oldingisi bir kun oldinda agar imkon bo'lsa, jamoalarda mablag'lar bo'lsa, shu qaror qismiga yuqoridagi maktablar oldida qo'yadigan svetoforga uni ham agar qo'shib olishga iloji bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ikkinchi masala 2026 mart oyida 4 maktabga maqsadli dastur qabul qilingan ekan. Shundan 27 maktabga ham 136 metr tashqi devor qismini remont qilish bo'yicha, devorini yangilash bo'yicha dastur qabul qilingan ekan 4 maktab. Endi bu dasturga hali mana yangi o'quv yili boshlanyapti. Devor ta'mirlanmayapti, lekin hozir maktabdan, mahalladan tashkil qilib, hozir hisob-kitob qildik, 29 million pul ketyapti. 29 million. Shuni 14 millionini hozir maktab, mahalla qilib pulini yig'ib qo'ydik. Tayyor turibdi. Agar shunga ham ozgina bir qolganini yordam berib olsak, yangi o'quv yiliga bu maktabni devorini ham ta'mirlash. 27-maktabmi? 27 maktab. Endi mana prezidentimiz ham aytyapti-ku, paxsa urilgan devorlar qolmasin. Endi o'sha eski maktabni devori paxsadan urilgan, yarmi yig'ilib ham tushgan, yarmi yig'ilish arafasida turibdi. Agar qo'shib olish iloji bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Birinchi savolingizga endi bu shu nimalarni, svetoforlarni xabaringiz bor, 4-marta ko'rib chiqyapmiz. 4-marta ko'rib chiqyapmiz. Shu 4-marta ko'rib chiqqanimizda ichiga aytishingiz kerak edi. O'shani aytishingiz kerak edi. Endi hozir bunga kirita olmaymiz. Buni endi o'rganamiz. Deputatlar o'rganadi. Deputatlar o'rganadi. Masala xulosani berishsa, bu biz deydi 18 milliondan iborat haligi tayanchlar bilan qilyapmiz. Deydi qanaqa bo'ladi, tayanch qanaqa ketadi, qancha mablag' ketadi, uni hisob-kitob qilib kirgizish chorasini ko'ramiz. Endi ikkinchi masalada bu maktabga devor qurish masalasida bu jamg'armalar talablar to'g'ri kelmaydi. Jamg'armalar xalq ta'limini nimasini ko'ramiz? Yunusxon xalq ta'limini xarajatlar smetasini ko'rasizlar, o'lchaysizlar, qolgan devorini o'sha iqtisod qilingan mablag'lardan shularni 15 million topshirig'i o'sha tuman moliya bo'limiga. Endi bizda taklif bor, yana Ermonjon hokimiyati bu soatda kishi Beruzafon imtihonlarida muvofiqlik qilib chiqdilar, deyib chiqishdi. Ravshan rais kelganlarida Zafarjonni xonadonini ta'mirlashga mana shu o'zi rekonstruksiya bor-ku, Chaqdagi shu mahallani ham qo'shib, shu xonadonga yordam berishga deputatlar nima deysizlar? Men o'shaga xo'jalikka rahbar bo'lganimda 34 yil oldin o'sha ayolda xo'jayini to'nqimadan tushib ketdi balanddan. 4 yildan beri yerga qarab o'tadi. Tushunyapsanmi gapimni? Uni ko'p kishi ko'rgan, hamma qaragan, lekin shu xonadonni kechagi yomg'ir seldi. Ta'min talab bo'lgan ekan, ozgina shuga mumkin bo'lsa, hokim ruxsat berdilar. Deputatlar ruxsat berdi, albatta sizlar bu mahalliy byudjetdan ketyapti. Shu ta'mirga mablag' ajratgan. Nima deysizlar? Biz mana shu masala bo'yicha ham qabul loyihalarimizni berganmiz sizlarga. O'zi haqiqatda to'g'ri shu mahallada olib bo'layotgan ishlarga tursuq ham bo'lyapti. Bizdagi shu mahalla binolarida elektrik ta'minotlar ta'minlashdi. Bizda hozir Elbokda mahallada
o'tgan yillar mana elektrchi Rustam Sherbek bo'lsa har bir telefonni yo'ndiraman. Bitta yetkililar bitta mahalla bo'limi jo'raydi bo'lib. 20 bitta ko'rishlik madad o'rnatdik. Bu 7 milyon 8 milyon bo'lyapti. Havo ustida ishda qarzi hozir ham 69 million qarz oldi. Shunga bir agar iloji bo'lsa man kecha videoga ham aytdim, shuni ta'kidlab mahalla o'tirib bajargan qismidan o'tgan jamg'armadan mahallani bir svetli bir tomonga surib nol qilsak. Ya aqlni o'g'rimizda ishlar bo'lmayapti. Har mustamlik o'rnama bunda ham yo'q. Soat o'nda bir uchraydi, 3 soat 2'de bir yer, 2'de yana uchraydi. Bunda viloyatga chiqganda boshqasiga chiqganda yo'q. 18 oydan shunaqada 2024-yil dekabrdan shunaqa. Umuman mablag' biz xabaringiz bor, respublikadan mo'ljallashdi. Respublika budjeti chiqsak, mahalliy budjetda o'tirilgan mablag'da to'lasin. Hokimga yoki sessiyada qo'yinglar. Bizni bir tomonga tushunmasa bo'lmaydi. Kechqurun svet bo'lyapti, mahallani tutilsa mahallasiga svet bo'ladi. Kechqurun to'g'risini beryapti, selektor ham o'tkazamiz, ko'p mahallada svet. Respublikaga chiqqaningizda ko'rsatma berganmi, yozma ko'rsatma, maliya budjetini ortiqcha qismidan to'lasinda yozma. Bunda yozib ko'rsatmada berasiz bo'lsa, ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari yana bitta takliflar berishimiz kerak. Taklif etgan bo'lishingizdan yana berish kerak. 10% dan 15% kerak. 10% bilan to'lash kerak. 10% bilan to'lash kerak mahallalarga. Buni prezident farmonlarida yozib qo'yilgan, uni elektrik kerakli baslikni yozib qo'yilgan. Hokim o'zlari orqali respublika mahalla uyushma raisidan qo'ldan to'g'ri murojaatda hokim bu taklif bergan. Lekin prezident qarorlarida bunga Burada yani ko'rsatmani bersangiz, telefonini chiqsa, telefonini chiqmadi chiqsa, o'shandan moliyalashtirish chorasini ko'ramiz. Demak, hozir men tushungan bo'lsalarim, hozir mana qabul loyihasiga Toshkentdagi odam yo'lini bitasiz. Hozir savdogar aka mana hozirgi qachongidatgan yo'ldagi nadarlarni o'rgatishni navbatdagi doimiy komissiya yapacağız. Hozir mana qamoqda mahalliy budjetdan shuni biz albatta mutaxassislar yordamida bu shuncha o'ylab bo'layolmaydi. Keyin 22 maqomni ta'minlaydi ham shuni doimiy komissiyaga qo'yasiz. Mana uni birdaniga qabul qilsak, rozimizlar mana shu o'rnayotgan mana murojaatga tushib turgan mahalladagi ta'minga aylangan mablag'lar to'laydi tasdiqlansin degan murojaat qo'yilgan deputatlar. Tasdiq e'tiroflari yo'q rahmat. Endi navbatdagi 5-masalaga o'tamiz. Azgardan kim kelgan? Siz sug'urta berib olasizmi yo'qmi? O'sha mana yangi O'zbekistonda qonunchiliklarda o'zgarishlar bo'lgan. Shular beradilar, e'tibor berib xulosa. Xabaringiz bor, 907 son qonun bo'yicha mamlakatimizda huquqiy hujjatlari bo'lmagan uy-joylarga va yurtdoshlarga nisbatan huquqlarni e'tirof etish bo'yicha yirik aksiya ketmoqda. Yaqinda 2 yillik amalga oshirilgan ishlar yuzasidan kelib chiqqan ko'p o'sha kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida Prezidentimiz tomonidan yangi 1153 son qonun imzolandi. Mazkur qonunga asosan kiritilayotgan yangiliklar va o'sha bir qator tashkilotlarga yuklatilayotgan vazifalar yuzasidan tushuntirish beramiz. Mazkur 1153 son qonunga asosan bugungi kunda o'sha 5 ta turdagi o'sha yangilik kiritilib, fuqarolarga xususan o'sha huquqiy hujjatlari bo'lmagan shaxslarga nisbatan yengilliklar yaratish maqsadida ko'plab o'sha huquqlar berilmoqda. Bundan birinchisi soliq qarzdorligi miqdori ba'zi hisoblash miqdorining 30 baravaridan oshmagan ko'chmas mulk obyektlariga nisbatan huquqlarni e'tirof etish yo'lga qo'yildi. Xabaringiz bor, bundan oldin o'sha soliq idoralariga o'sha xulosa uchun kelgan har bitta loyiha toki o'sha
aholi tomonidan soliq qarzorga to'liq bartaraf etilmagunga qadar o'sha soliq idoralarida turgan. Natijada esa o'sha e'tirof etish muddatlari ancha cho'zilib ketgan. Prezidentimiz tomonidan imzolangan yangi qonunga asosan endilikda 30 baravardan oshmagan o'sha soliq qarzdorligi bo'lgan fuqarolarga ijobiy xulosa berilib, kadastr organlari tomonidan keyingi bosqichga o'tkazish choralari ko'riladi. Bundan tashqari, bir martalik to'lovlarning 50% belgilangan muddatda, ya'ni 25 kunda to'liq to'langanda, uning qolgan qismiga chegirma berilishi belgilandi. Xabaringiz bor, o'sha mamlakatimizda ma'muriy huquqbuzarliklar yuzasidan o'sha huquqbuzarlik sodir etgan shaxsga nisbatan jarima miqdorini o'sha belgilangan muddatlarda to'lagan taqdirda chegirma berish holatlari mavjud. Aynan mana shu o'sha loyihani ham o'sha amaliyotga ko'chirish maqsadida o'sha qonunchilik o'zgarish kiritildiki, fuqarolarga endilikda 25 kunida o'sha bir martalik yig'imni to'lagan taqdirda 50% o'sha miqdorda to'lash imkoniyati yaratib berildi. Bu ham o'sha bugungi kundagi 907 qonunga asosan huquqlarni e'tirof etishni yanada jadallashtirish maqsadida amalga oshirildi. Bundan tashqari bino inshootlar qurilishi taqiqlangan hududda joylashgan taqdirda yer uchastkasining qurilishi taqiqlangan hududiga tushgan qismini chegirib tashlagan holda qolgan qismiga nisbatan huquqlarni e'tirof etish belgilandi. Bugungi kungacha o'sha 2 yil davomida ko'p kuzatdik, amaliyotda ko'p muammo bo'ldiki, muhofaza zonalariga kirib qolgan yer uchastkalariga qurilgan bino obyektlariga nisbatan xulosa berishda ko'plab muammolar vujudga keldi. Buning natijasida fuqarolarning haqli e'tirozlariga paydo bo'ldi. Aynan mana shu e'tirozlarni inobatga olgan holatda qonunchilik o'zgarish kiritildiki, bino obyektining qaysidir qismi o'sha muhofazalangan obyekt yer uchastkasiga kirib qolgan taqdirda aynan mana o'sha qismini chegirib tashlagan holatda qolgan qismiga nisbatan huquqlarni e'tirof etish yuzasidan qonunchilikka tegishli o'zgarish kiritildi. Bundan tashqari bugungi kunda o'sha ko'rib chiqish muddatlari, e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimiga kiritilgan loyihalar ko'rib chiqish muddatlari endi qisqartirildi. Bugungi kungacha 150 ish kundan iborat edi. Bu o'sha barcha 18 tashkilotlardan muhokamadan o'tib, yakunda adliya organlaridan ijobiy yoki salbiy xulosani olgunga qadar bo'lgan muddat edi. Va shu muddatni 3 baravarga qisqartirilgan holatda 50 kunga tushirildi. Endilikda barcha o'sha 18 tashkilot tomonidan xulosalar berilishi 25 kun ichida amalga oshirilishi, adliya organlari tomonidan yakuniy xulosalar berilishi 25 kunida va jamoatchilik muhokamasi qilish muddati esa 10 kun ichida belgilandi. Bundan tashqari bugungi kungacha o'sha muammolar tug'dirayotgan bir masala bor edi. Fuqarolarga aynan berilayotgan yer uchastkalari ijara asosida berilishi va bunda o'sha xalq deputatlari ular kengashining qarori chiqqandan keyin tuman hokimligi bilan ijara shartnomasi tuzish amaliyoti bo'lgan qonunchilikda. Aynan shu amaliyot sababli o'sha viloyat xalq deputatlari kengashining o'sha qarori chiqqandan keyin ham bir qator o'sha byurokratik to'siqlar vujudga kelib, fuqarolarga ijara shartnomasi berishda muddatlar kechikishiga o'sha holatlar kuzatilayotgan edi. Aynan shu holatlar inobatga olib, endilikda ijara shartnomalar tuzish amaliyoti bekor qilindi. Bundan o'sha qonun kuchga kirgan kundan boshlab xalq deputatlari viloyat kengashining qarori aynan yerga nisbatan o'sha huquqni e'tirof etish uchun huquqiy asos sifatida kiritilishi belgilab qo'yildi. Shuningdek, fuqarolari mablag'larni va ularni o'sha ko'plab vaqtlarni o'sha tejash maqsadida aynan nizolarni sudga qadar hal etish masalalari bo'yicha tegishli o'sha choralarni amalga oshirish maqsadida komissiyalar ishlab chiqilgan. Qonunga asosan fuqarolar o'sha aynan e'tirof tizimi bo'yicha o'sha 18 tashkilot va boshqa organlar xodimlarining xatti-harakatlari yoki berilgan xulosalar yuzasidan norozi bo'lgan taqdirda sudga qadar o'sha adliya organlari huzurida tashkil topgan komissiyalarga murojaat etish huquqi o'sha qonun bilan belgilab qo'yildi. O'sha xabaringiz bor, bugungi kunda eng aktual dolzarb masalalardan biri aynan e'tirof tizimiga kiritilgan o'sha loyihalar bilan bog'liq masala bo'lgani sababli yangi qabul qilingan qonunni aholi o'rtasida, tumanimizdagi xususan aholi o'rtasida keng ta'lim qilish, ularga tushuntirish o'sha asosiy masala hisoblanadi. Shu sababli yangi qonun loyihasini qabul qilingan o'sha qonunni sizlarga yetkazish maqsadida ma'ruza tayyorlab kelgan edim. Savollaringiz bo'lsa
Rahmat. Hurmatli reislarimiz, mashhur qo'rg'on raqamlari, e'tibor bersangiz, birinchi masalada hokimimiz mana shu murojaatlar to'g'risida shunaqa chuqur amal qildilar. Sizning kelib ildizlarni aytib bersa, shunda eng kattasi uchasidan qonunlarni bilmasligimizda. Shuning uchun savollar bormi deputatlar? O'zim keladigan bo'ldi. Rahmat. Endi favqulodda vaziyatlarimizdan boshqalari hududlar Azərbaycan mualicələmişki, o bölge favqulodda vəziyyət tumandakı halətimiz. Bunlara yetmə biz genel maddi xərəkət düşünürük. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari, ruxsat bersangiz, qisqacha shu yarim yillik faoliyat davomida favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar haqida to'xtalib o'tsam. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 20 oktyabrdagi aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan ishonchli muhofaza qilish sohasini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish to'g'risidagi Prezident farmon 185-sonli farmonda belgilab o'tilgan vazifalarni bilan faoliyatimizni tubdan o'zgartirib, umuman yangicha tizim yaratib berildi. Farmon talablaridan kelib chiqib barcha inspektorlarga mahallamizda favqulodda vaziyatlarda muhofazalangan hududga aylantiramiz degan mazmunda ustuvor vazifalar etib belgilab berilgan bo'lib, mahallalarda muammolarni yechimini topishda hamda xavfsiz muhitni yaratishda asosiy turtki bo'lib kelmoqda. Favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlarining asosiy vazifasi etib sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish yo'nalishidagi amalga oshirilgan ishlarga to'xtalib o'tsak. Jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bo'yicha jami kelib tushgan murojaat 283 dan tashkil etilgan bo'lib, ular davlat xizmatlari markazi orqali kelib tushgan. 269 yer tanlash, 4 o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda unga qurilgan bino va inshootlar, 2 ta sodir bo'lgan yong'in to'g'risida, 8 ta bino inshootlarning yong'in xavfsizligi talablariga muvofiqligi to'g'risida xulosa hamda 74 ta oilaviy nodavlat ta'lim tashkilotlaridan kelib tushgan bo'lib, barchasi ijrosi ta'minlangan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar, hokimlik, idora va jamoatchilik tuzilmalari bilan hamkorlikda olib borilgan keng qamrovli profilaktik tadbirlar natijasida umumiy favqulodda holatlar 11 tadan 10 taga sodir bo'lib, o'tgan yilga nisbatan bittaga kamayishga erishildi. Sodir bo'lgan favqulodda vaziyat holatlarning sabablarini tahlil qilganda 6 ta elektr simlarini qisqa to'shildi, 4 ta ochiq olovdan foydalanish, yong'in xavfligidan foydalanish buzilishiga to'g'ri kelgan. Tuman hududida jami 2791 aholi turar joylari mavjud bo'lib, shulardan 41576 tasi shaxsiy fuqarolar uylari va 57 ta ko'p qavatli uylardan 1215 ta xonadonlar tashkil etadi. Joriy yilning 6 oy davomida 337 ta shaxsiy fuqarolar uylari va 57 ta ko'p qavatli uylardagi 1215 xonadonlarning yong'inga qarshi holat tekshirib chiqildi. O'rganish davomida 17340 nafar fuqarolarga yong'in xavfsizligi mavzularida suhbat va yo'riqnomalar o'tkazildi. Tuman hududida 1047 ta korxona va tashkilotlar ro'yxatga olingan bo'lib, shulardan davlat tasarrufidagi obyektlarning 104 tasi rejali, 72 tasi kunduzgi, tezkor 52 tasi tungi tekshirishlar o'tkazildi. 52 tasida tumanda mavjud bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga tegishli bo'lgan 840 ta obyektlarning 272 tasida vakolatli organni xabardor etish tartibida yong'inga qarshi tekshiruvlar o'tkazildi. Bundan tashqari tasdiqlangan reja grafika asosan 12 ta tadbirkorlik subyektlarida tegishli obyektlarda yong'in profilaktik tadbirlar o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida korxona va muassasa rahbarlariga 3264 ta banddan iborat davlat yong'in nazorati organlari yozma ko'rsatmalar taqdim etildi. Ularning 2612 tasi 80% ga bartaraf etishga olib borilgan profilaktik tadbirlar davomida 371 marotaba korxona va tashkilotlarda 7460 nafar ishchi xizmatchilar ishtirokida va
124 marotaba mahallalarda 2882 nafar fuqarolar ishtirokida uchrashuvlar davomida yong'in xavfsizligi mavzulari suhbat va yo'llanmalar insonlar hayotini yong'inlardan himoya etish, keng omma orasida targ'ibot, tashviqot va tushuntirish ishlarini olib borish maqsadida markaziy va mahalliy televideniye orqali 8 marotaba ko'rsatuv va roliklar hamda elektron reklama tablolar orqali 11 marotaba roliklar namoyish etildi. Obyektlarda radio tarmoqlar orqali 371 marotaba eshittirishlar uzatildi hamda mahalliy va markaziy ro'znomalar 13 ta maqola chop etildi. Shuningdek, 115 marotaba internet sahifalar orqali chiqishlar tashkil etildi. 6 oy davomida ob-havoni o'zgarishi, tabiiy yog'ingarchiliklar sababli tumandagi Shayx Obod, Mavlonahr, Obodon, Navoiy, Bog' ko'cha, Qorasuv, Do'stlik mahallalarida aholi xonadonlarida suv toshib qolganligi murojaatlari asosida suvni tortib berish bo'yicha amaliy yordamlar ko'rsatildi. Hurmatli Odilxon Hasanovich, hozir biz takliflarimizni berganmiz. Mavzum yakunlandi, lekin shu bu yil juda sel suv toshqinlari ko'p bo'lgani uchun bizda aholidan murojaatlar juda ham ko'p tushdi. Shunga deputatlarimizdan iltimos bo'ladi, shu asbob anjomlarni tartib qilishda amaliy yordam berish uchun matbuotlarni qo'shimcha bo'yicha taklifini kiritganmiz. Shunga deputatlarimiz rozi bo'lsa, ko'rib chiqilsa, bu ham ijobiy natijasini beradi. Endi butun dunyoda bo'layotgan tabiiy o'zgarishlardan hamma xabar bor. Yosh bola ham internetda ko'ryapti. Bu masala. Mana shu arablar bilan arablar ro'yxatini qilib, mana bizda doimiy komissiyamiz bor. Yatarib qilsangiz, albatta yordam beradi. Savollarning bormi? Tamam. Endi navbatdagi masalaga o'tamiz. Moliyamizni boshqatgani shu mana 2 chorakda oshirib qolgan mablag'larni qayerga sarflashlarni aytib bersangiz, mahalliy byudjetdan. Siz buni kam gapirasiz, konkretni. Odamlar tushunadigan qilib ayting. Biz pul oshib qoldimi, oshib qo'yamsa, nimaga sarflaymiz buni? Hamma biz oshkor etaylik. Assalomu alaykum. Odilxon Hasanovich, hurmatli ma'ruzani qisqacha qilaman. Qo'qonsoy tuman mahalliy byudjetining 2026 chorak davomida daromadlar reja ko'rsatkichlari 78 milliard 397 million so'm bo'lib, amalda 85 milliard 198,3 million so'mga yoki rejaga nisbatan 108,7% ga bajarilgan. Tuman mahalliy byudjetining 2026 yil 2-chorakda xarajatlar reja ko'rsatkichlari 103 milliard 149,1 million so'm bo'lib, amalda 91 milliard 220,5 million so'm yoki rejaga nisbatan 88% ga bajarilgan. Xususan, xalq ta'limi sohasida reja ko'rsatkichlari 5 milliard 730,7 million so'm bo'lib, amalda 5 milliard 118,1 million so'mga yoki rejaga nisbatan 89% ga bajarilgan. Maktabgacha ta'lim sohasida reja ko'rsatkichlari 32 milliard 380,4 million so'm bo'lib, amalda 24 milliard 694,6 million so'mga yoki rejaga nisbatan 76% ga bajarilgan. Musiqa va san'at bolalar maktablari reja ko'rsatkichlari 3 milliard 478,2 million so'm bo'lib, amalda 3 milliard 379,5 million so'mga yoki rejaga nisbatan 97% ga bajarilgan. Madaniyat sohasi bo'yicha reja ko'rsatkichlari 1 milliard 155,6 million so'm bo'lib, amalda 726,1 million so'mga yoki rejaga nisbatan 62% ga bajarilgan. Sport sohasi bo'yicha reja ko'rsatkichlari 4 milliard 960,2 million so'm bo'lib, amalda 4 milliard 201,1 million so'mga rejaga nisbatan 90% ga bajarilgan. Obodonlashtirish sohasi bo'yicha reja ko'rsatkichlari 7 milliard 286,6 million so'm bo'lib, amalda 6 milliard 681,4 million so'mga yoki rejaga nisbatan 91% ga bajarilgan. Qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha reja ko'rsatkichlari 3 milliard 412,1 million so'm bo'lib, amalda 3 milliard 185,9 million so'mga rejaga nisbatan 93% ga bajarilgan. Boshqaruv organlari sohasi bo'yicha reja ko'rsatkichlari 10 milliard 503,1
9 million so'm bo'lib, amalda 9 milliard 950 bo'lib, 14 million so'mga rejaga nisbatan 94% ga bajarilgan. Tumanning zaxira jamg'armasi bo'yicha reja ko'rsatkichlari 1 milliard 358.6 million so'm bo'lib, amalda 900 bo'lib, 17 million so'mga yo'q rejaga nisbatan 66% ga bajarilgan. 2026-yil mahalliy byudjetining 5% miqdori mablag'i fuqarolar tashabbusli jamg'armasi bo'yicha ikkinchi chorak yakuni bo'yicha reja ko'rsatkichlari 17 milliard 811.5 million so'm bo'lib, amalda 17 milliard 811.5 million so'mga rejaga nisbatan 100% ga bajarildi. 2026-yil ikkinchi chorak davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26 dekabrdagi 387-son qarorining ijrosi bo'yicha belgilangan vazifalar muddatlarida davom etyapti. Birinchi masala bo'yicha qisqacha ma'lumotlar shundan iborat. Ikkinchi masalaga o'tsam, 2026-yil birinchi chorak daromadlar rejasini orttirib bajarilishi hisobidan shakllangan mablag'larni quyidagi yo'nalishlarga yo'naltirish bo'yicha gapirib o'tsam, Namangan viloyat qo'riqlash boshqarmasi bilan 2022-yil iyun oyida tuzilgan 47-48 sonli shartnomasiga asosan Kosonsoy tuman hokimligining ma'muriy binosini Kosonsoy tuman qo'riqlash bo'limi tashkillashtirilgan qo'riqlash xodimlari tomonidan xavfsizligini ta'minlab kelayotganligini 2026-yil may-iyul oylari yakuniga 3 oylik 78 million 975 so'm mablag' qarzdorligimiz bor. Shu mablag'ni o'tkazib berish kerak. Keyin Kosonsoy tuman obodonlashtirish boshqarmasi tuman ko'chalariga ekilgan gullardan 150 million so'm qarzdorlik mavjud bo'lib, ushbu qarzdorlikni so'ndirish uchun 150 million so'm mablag' o'tkazib berilishini so'rayman. Uchinchi masalaga o'tsam, O'zbekiston Respublikasining 937-sonli qonunining 24-moddasiga asosan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqlarini e'tirof etish uchun bir martalik to'lov summasini fuqarolar tashabbusli jamg'armasiga o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlar bilan 22 million 866 million so'm mablag'ni OPMUJ jamg'armasiga o'tkazishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Biz kardeşlerim etrafında bir program olsun üzerinde onların bunu son ayda bir 50 kuruşun değilse bir simit yapılıp asfalta belediye başkanı kimde müracaatları kim simit yapar? Cenk olmayan şurada 50 kuruşun değilse Allah. O'tgan safar men gapirdim, siz masangiz yo'q edi, men tushuntirib berdim. Hozir yangi qaror chiqqan, qaysidir mahalla 100 million, 200 million pul turda OPMUJ jamg'armasiga qo'ysa, davlat tomonidan yana shuncha mablag'ni qo'yib o'sha mahallani g'olib deb e'lon qilib beradi. Qachondan Hozir mana taklif berish boshlandi 15-chi chizmada. Hozir taklifni berib, jamg'armaga pul qo'yasiz. OPMUJ jamg'armasi bor, borsangiz biz ularni hisob raqamini beramiz, bankka kirib mablag'ni qo'yasiz, o'sha pul yo'q g'olib deb e'lon qilinasiz. O'rnaga murojaat qilamiz. Ha. Biz hafta içinde görünen olanlar ama 3 gün duş kerak. Ko'p mahallalarda shu demaydi-da, hukumatli rais etuvchi bitta haligi qolib ketibdi. Kechagina prezidentimiz selektorida o'tib ketdilar. Hamma tumanda g'olib bo'lmagan mahallalarni mana shu OPMUJ davomida shu mahallalarni g'olib qilish bo'yicha to'xtalib ketdi. Bizni tumandan 8 ta mahalla umuman g'olib bo'lmagan, shular G'omraha, Do'stlik, Nurafshon, O'rikzo'r, Navruz, Mo'g'ronnahr, Bo'ston, Bog'ko'cha. Shu mahallalarni taklifini qo'llariga kiritib, shu mahallalar bir marta o'zdan g'olib bo'lsin degan taklif kiritilgan. Bular qo'yilsa, to'g'ridan to'g'ri topilsa 15 ta bo'ladi-ku, haligi reja. Qolganlar keyin kurashish keldi, qo'shib ketib qoladi. Yo'q, bu mahallalar o'shandan keyin ovoz oladi, o'zicha g'olib bo'lmaydi. Ular ovoz olib, g'olib bo'ladi. Harakat qilsin deyapti shu mahallalar.
agitatsiya qildirib shu mahallani to'liq qildiringlar deyapti. Men to'g'ridan to'g'ri Yo'q, yo'q, yo'q. Endi mavzuga kelishib bormoqchilar. Boshqa yurtimiz bo'lmasa, bizga bergan xabarlardan bo'yicha xabar loyihasini tayyorlagan masalasida ministerga berganmiz. Shu tavsiyalar bilasizmi? Hozirlar qarshi e'tirozlar yo'q, endi